Qo'lmi bu ketmonmi? Endi oyijon, men qishloqning sentrida katta bo'lganman-da. Bitta ketmon bilan yer reliefini o'zgartirib olgan qizlardanman. Oyijon! Короче, vajni gap bor. O'g'lim hozir emas. Enajon o'tda siroshnida. Ko'rmayapsanmi? Ta eski massaj olyapman. Bor yo'qolib tur. Gap keliningiz haqida. Nima? Nima? Qaysi kelinlari? O tentak, o'zi bitta kelinlari bor. Sen haqingda. Kelin? Tinchlikmi? Nima bu? Oyijon, o'tgan kuni o'g'lingiz ham yonida sigaret chiqdi-ku. Kelin? Bu o'g'il bola. Sigaret chekkan uchun kaltakchani yedi. Lekin siz yoningizdan nos chiqdi, nos. Prikin, nos. Alkash eding. Endi noskash bo'lsan. Ha, endi oyijon, har to'kisda bir aytdi. Kelin, bu ayb emas. Bu nos. Onasini emsin, nos. Ras qo'lga tushgan ekanman. Hammasini tan olish vaqti keldi. Tan ol, noskash. Bir vaqtlar bu bo'q degan toshboqam bo'lardi. Uni shunaqa yaxshi ko'rardim. Qarochi bir kuni uyga kirayotganimda bilch etgan ovoz eshitildi. Bunda qarasam, bu bo'qni bosib o'ldirib qo'yibman-da. Shundan keyin alamimdan nosga berilib ketdim-da. Ko'rdingizmi oyijon? Nos uni miyasiga berib olgan. Kelin, siz kasalsiz. Ha, men kasalman, kasalman. Men bilardim, u rostdan kasal. Ha, kelin, ne o'libdi? Qazlashma oyijon. Xullas oyijon, mana shu 3 yildan beri tug'ilgan kunimga men bu o'g'lingizdan bitta narsani so'rayman-da. Sen nima so'raganingni bilasanmi? Uni qancha turishini bilasanmi? Yuzlaridan nur yog'ilib turadigan ayolingizga shu bittagina narsani olib bera olmaysizmi? Agar mana shunday farishtadek bo'lsang, yuzlaringdan nur yog'ilib turgan bo'lsa, qazgi bo'lsa ham olib berardim shuni. Ha, boshda farishta dedim-ku. Ha, bizni ham pulimiz boshida normalli edi. Negadir siz kelgandan keyin o'sha pullar hozir yo'q. Kelin, bu ko'ngilchalarni man tusab yurgan ekan. Bitta iplos dugonam borda, doim gapga tillani zo'rlarini taqib keladi. O'zi bir tiyin puli yo'q. Qayerdan shuncha tilla oldi ekan desam, Alayskidagi diamant tilla do'konidan hamma tillalarni bo'lib to'lashga olgan ekan oyijon. Tillalari ham arzon ekan-da. Veli bor ey. Olib bersang minchagini tilla olib beribsan. Oyi, u so'ragani mamuncha emasda, mamuncha. Kelin, qancha kerak edi? 200 gram. Qancha? Zato oyijon bo'lib to'lashga bor. Hozir sizni shunday bo'lib tashlayman. Noldan qayta tiklab bo'lmaydi. Iltimos, qisibgina baxtli, saodatli yashanglar.